So'nggi 3-4 kun ichida internetda tilga olinayotgan qahramonlardan biri shubhasiz bu Abduqodir Husanovdir. Unga sovg'a qilingan gelikdan tortib uning to'yoldi fotosessiyasigacha, unga ko'rsatilayotgan komplimentlar, har turli e'tiborlardan muxlislarimiz hayratda qolishyapti va eng qizig'i, bularning barchasini sport jurnalistlari va sharhlovchilari emas, blogerlar amalga oshiryapti. Rostini aytsam, ba'zi bir muxlislarimiz menga ham Abduqodir Husanovdan intervyu olsangiz bo'lmaydimi? Qarang, ba'zi bir blogerlar shu orqali aktivini ko'tarib olyapti, podpischi yig'ib olyapti, kontentlardagi layklar soni oshyapti deyishdi. Men esa ularga jimgina kulib qo'ydim. Bugun esa mana shu maqolaga ko'zim tushib qoldi. Abduqodir Husanovning xorijdagi muxlislaridan biri O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga murojaat qilib, tashkilotni futbolchi masalasida tanqid qildi. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Abduqodir Husanovning xorijlik muxlisi aytib o'tganidek, bu kabi yulduzlardan biz o'zimizning manfaatimiz yo'lida reklama vositasi sifatida foydalanadigan bo'lsak, bu kabi yulduzlarimiz keyingi o'yinga qay darajada tayyorgarlik ko'risharkin va umuman bu ularning karyerasiga salbiy ta'sir ko'rsatmasmikin?